Assalomu alaykum. Video ustalar uchun mo'ljallangan gibridli sistema UPS maksimal darajada yengillashtirilgan. Ustodan faqat qo'shish kerak bo'ldi. Shitimiz 50 ga 70, chuqurligi 20. Spetsialna ushki, ya'ni mana bularni o'rnatib qo'yganman, shtob ustalarga nima? Montaj komfortli bo'lishi uchun. Bu yerda indikatorlar bor. Davlat tomonidan tok bo'lsa agar, mana bu indikator akkumulyatordan chiqayotgan 220 volt, 230 volt mana bu indikator yonib turadi. Ya'ni bu svet mana bu o'chsa agar, yashil o'chsa, demak davlat toki yo'q. Qizil постоянно yonishi kerak. Chunki bu iste'mol indikatori. Tak, bu yerda 2,2 kilovat gibridli invertor. Keyin 1,5 kilovatli akkumulyator. Buni 1,5 o'rniga 3 kilovat, 5 kilovat, 6 kilovat qo'ysa bo'ladi. Keyin PV kabellar, ya'ni quyosh panel kabellari MC konnektorlar bilan buni chiqarib qo'yibman. Lekin bu основном shu kvartiralar uchun va kichik bizneslar uchun. Apteka bo'ladimi, do'kon bo'ladimi? Apteka do'konlarda nima bor? Kassa apparat bor, Wi-Fi bor, o'sha kassa zonasidagi освещение, ya'ni sveti bor. O'sha uchun spokойно yetadi. Demak, endi qo'shishga kelsak agar, mana bu yerda men belgilab qo'yibman. Kirish, vhod, chiqish, выход. L, N, faza 0, faza 0. Usta qiladigan ish, osadi shitni yoki biron joyga qo'yadi. Tak, fazani L ga, neytralni shu N ga. Klemasiga qo'shasiz. Iste'molchi kabelni ham qo'shib berasiz. Kvartira bo'ladimi, kvartirani faza va 0 yoki do'kon bo'ladimi. Endi bu tizimni ishlatib ko'rsataman. Mana bu vilka bu davlat toki mana kiryapti. Через vod kabeli. Eng muhim joyi korpus zazemlyonni, ya'ni yerlatma PE. Zazemleniyasi bor. Albatta korpusdan mana bu yerdan 6lik secheniya, 6 mm kvadrat kabel tortib zazemleniyaga qo'shishingiz shart. Endi buni ishlatamiz. Invertor hozir o'chirilgan holatda ko'rish mumkin, 0 da turibdi. Bu yerda выключатель bor. Qo'shaman. Bismillah.